Ikkinchi jahon urushidagi buyuk g'alabada O'zbekiston, Vodil Norg'ul yigitlarining ham hissasi bor. Vodildagi bir oila farzandlari Mirza Kamol, Islomjon va Xotamtoylardan qora xat kelganida Orifjon 17 ga kirgan edi. 1943-yil kuzida u ham ko'ngilli bo'lib urushga ketdi. 1 yildayoq Sobir Rahimov diviziyasida tank boshqaradigan bo'ldi. 1945-yil bahorida esa fashistlar uyasi Berlinga tank minib mardona kirib bordi. Ko'rsatgan jasorati uchun bir necha bor orden va medallar bilan taqdirlandi. Urushdan keyin esa uzoq yillar traktorchilik qildi. Mana endi el yurt, farzandlari va prezident ardog'ida. Bugun g'alabaning 80 yilligi kuni erta tongda Orifjon ota Mo'minov yashaydigan mahallada bayram o'zgacha boshlandi. Viloyat hokimi Xayrilla Bozorov boshchiligida Sharqiy harbiy okrug hamda viloyat idoralari rahbarlari, jamoatchilik tashkilotlari vakillari urush qahramonini sharaflagani kelishdi. Orifjon ota Mo'minovga O'zbekiston prezidenti shaxsan yo'llagan tabrik o'qib berildi. Aziz va muhtaram Mo'minov Orifjon ota, sizdek mo'tabar faxriyimizda xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushida erishilgan buyuk g'alabani 80 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, yuksak hurmat, ehtirorim va ezgu tilaklarimni izhor etishdan baxtiyorman. Unda Orifjon ota urush maydonlarida ko'rsatgan jasorat yuksak baholangan va uning hayoti zamondoshlari, yoshlarga ibrat bo'lib qolishi ta'kidlanadi. Chuqur hurmat, ehtirom bilan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Selamat olsun. Dünya yürüyüşünüzün ammaları selamat olsun. Güle fırsat yediler. Buraya çok olur. Shuningdek, Orifjon otaga prezidentning shaxsiy sovg'asi, pul mukofoti ham topshirildi. Bir piyola choy atrofida tinchlik, osoyishtalik qadri, mamlakatdagi islohotlar tashkilotchisi prezident sa'y-harakatlari haqida so'z bordi. Tirik tarix vakili Orifjon ota Mo'minov yurtga, elga omonlik tilab, davlat rahbariga cheksiz minnatdorchilik bildirdi. Bugun viloyatdagi yana 5 nafar Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga prezident tabrigi va sovg'alari yetkazildi. Farg'onadagi xotira xiyoboni erta tongdan odamlarning ehtirom maydoniga aylandi. Viloyat hokimi Xayrilla Bozorov Motamsaro ona haykali poyiga bahor gullarini qo'ydi. Harbiylar, davlat idoralari vakillari, shahardagi barcha mahalla ahli, jamoat tashkilotlari uzluksiz bu qutlug' dargohni yo'qlab kelishmoqda. Barchaning fikri o'yida bugungi baxtli kun uchun jon fido qilgan vatandoshlariga hurmat bajo keltirish, ularning qalblarida qolgan orzu-umidlarga hayot baxsh etish, ruhlari qarshisida ta'zim bajo etish edi.